Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, qadrli teletomoshabinlar. Mana shunday fayzli kunlarning birida oynai jahon orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Ma'lumki, hozirgi davrda aholi salomatligini ta'minlashda dorivor o'simliklar hamda biologik faol qo'shimchalar o'rni yildan yilga oshib bormoqda va bu sohada ko'plab tadbirkorlar ham o'z faolligini ko'rsatishmoqda. Biologik faol moddalar inson salomatligi va jozibadorligi nuqtai nazaridan qanday foydasi bor va bu yo'nalishdagi tadbirkorlikni olib borish qiyin yoki osonmi? Bu masalalarga oydinlik kiritish maqsadida Siberian Wellness xalqaro kompaniyasining O'zbekistondagi filialida o'z tadbirkorligini olib borayotgan Qobiljon Ne'matullayevni studiyamizga taklif qildik. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif qilganingiz uchun studiyaga katta rahmat. Men Ne'matullayev Qobiljon, yoshim 25 da. Siberian Wellness xalqaro kompaniyasining O'zbekistondagi filiali bilan birgalikda tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Bu sohaga qiziqishimning asosiy sabablaridan biri bu biologik faol qo'shimchalar asosan hamma rivojlangan davlatlarda aholilar sog'lom bo'lgan davlatda qo'llanib kelinmoqda va ularda sog'lomligiga asosiy foyda keltirayotganini isbotlamoqda. Bilasiz, mana atrof muhitda zavodlar ishlab turadi va bu ekologiyaning buzilishi bilan bog'liq bo'ladi va biz yetgan kunlik ratsionimizda asli bizga 600 ga yaqin moddalar kirib kelishi kerak organizmimizga, lekin afsuski 200 va 230 xil atrofida moddalar kirib keladi. Bu natijasida immun tizimimiz to'laqonli rivojlanmaydi. Sababi yetishmovchiliklarimiz bor. Shu sababli kasallik rivojlanib kelmoqda. Biologik faol qo'shimchalar shu kasallik rivojlanishini oldini olish uchun juda muhim o'rin tutadi. Qobiljon aka, dunyoda va bizning mamlakatimizda biologik faol moddalarni iste'mol qilish madaniyati shakllangan deb o'ylaysizmi? Agar shakllangan bo'lsa, qay darajada baholaysiz? Yuqorida aytib o'tgandek, dunyoning rivojlangan davlatlari Amerika, Hindiston va Yaponiya. Bilasiz, bu davlatlarda 100 dan oshgan aholi juda ham ko'p va aholi qatlami ko'proq kasallikni oldini olishga harakat qiladi. 70-80% aholi muntazam ravishda biologik faol qo'shimchani qabul qiladi va sog'lom yashash, bundan tashqari uzoq umr ko'rishga juda yordam beradi. Misol uchun, Yaponiya sog'lom turmush tarzi bo'yicha va uzoq umr kechirish bo'yicha yetakchi davlatlar hisoblanadi. Yaponiyada biologik faol qo'shimchani qabul qilish 85% ekan. Sababi ularda milliy qutqarish strategiyasi bo'yicha biologik faol qo'shimcha ichish shart ekan. Agar ishga kirmoqchi bo'lsangiz, biologik faol qo'shimcha qabul qilasizmi? Yoki qaysi kompaniyaga qabul qilasiz? Shu blankani to'ldirishda siz yo'q degan javob bersangiz, katta ehtimol bilan ishsiz qolasiz. Shu orqali Yaponiya sog'lom turmush tarzi va aholini o'rtacha umr ko'rish davrini 55 dan 80 yoshga ko'taribdi. Biologik faol moddalar juda inson organizmida sog'lom umr ko'rish va uzoq umr ko'rish uchun muhim rol o'ynaydi. Bizda ham aholi ancha tushunib qoldi. Biologik faol qo'shimcha organizmga juda ham kerakligi va hozirgi kunda 600 xil moddalardan biz 200-230 xilni qabul qilyapmiz xolos. Shu orqali kasalliklar kelib chiqibdi va rivojlanayotganini tushunib qoldi. Lekin yetarli darajada deb hisoblamayman. Buning uchun yana targ'ibot, tushuntirish ishlarini olib borish kerak deb hisoblayman. Misol uchun aholi kompaniyadagi qaysi turdagi mahsulotlarga ko'proq qiziqmoqda? Siberian Wellness hozirgi kunda 300 xildan oshiq mahsulot nomini tavsiya etadi. Va bu mahsulotlar Sibirda ekologik, organik ko'rinishdagi o'rmonlardan olingan giyohlardan tashkil topgan. Biz mahsulotlarimiz 60 dan oshiq davlatga yetib borgan va hozirgi kunda suyib iste'mol qilinadi. Bularning ichida bizning farzandlarimiz, eng shirin jajji farzandlarimizga shakar o'rnini bosuvchi konservantlar yoki kimyoviy birikmalar qo'shilmagan holatda tabiiy 3 yoshdan katta bolalar uchun vitamin liniyasini taqdim etadi. Buning tarkibida shakar, kimyoviy birikmalar yo'q va bu hammasi bolajonlar uchun foydali va ximikatsiz ishonchli mahsulot bo'lib, undan tashqari bizda vitaminlar kompleksi bor. Vitaminlar kompleksi juda ham foydali hisoblanadi. Minerallarimiz hammasi organik ko'rinishda, tabiiy, Sibirdan, o'rmonlardan olingan, organik, hech qanaqa kimyoviy birikmalar qo'shilmagan vitaminlarimiz organizmga faqatgina foyda qiladi. Bunda minerallardan yod, selen, temir, vitaminlardan A vitaminlari, B guruh vitaminlari,
C vitaminlari, ya'ni qo'shimcha vitaminlar juda ham ko'p bu yerda. Bizda organik ko'rinishda ishlab chiqariladi mahsulotlar, ya'ni bezarar. Sertifikatlardan tanishtirib o'tmoqchiman sizni. Bizda ISO, GMP, HACCP, FIDA sertifikati Amerikan sertifikati hisoblanadi. Bu sertifikatsiz mahsulot Amerika hududiga kiritishi taqiqlangan. Shu darajada biz Siberian Wellness mahsulotlari ishonchliki, barcha sertifikatni talablariga to'liq javob bera oladi. Hozirgi kunda aholimizda yana bir suyib iste'mol qilinadigan, ya'ni xalqimiz shu mahsulotimizni yaxshi qabul qilgan mahsulotlardan bittasi bu trigelin mahsuloti hisoblanadi. Trigelin mahsuloti gilmitlarga qarshi mahsulot bo'lib, organizmga bezarar ko'rinishda, hech qanday oqtoq yubormagan holatda tushiradi. Shu sababli hozirgi kunda keng qo'llanilmoqda. Bu mahsulotimiz tarkibiga hech qanday kimyoviy birikma qo'shilmagan. Boya aytib o'tganimdek, Sibirda giyohdan tarkib topgan 3 ta darajali, yuqori sifatli va organizmga to'liq zararsiz mahsulot. Sizga aytib o'tganimdek, bizning mahsulotlarimiz 300 xildan oshiq. Men hozir ba'zi bir haqida ma'lumot berdim. Bizda 300 dan oshiq mahsulot sizlarga tavsiya etamiz. Qabul qilishingiz ham mumkin. Bizda O'zbekiston bo'yicha rasmiy magazinlarimiz, ya'ni rasmiy do'konlarimiz bor. Olishingiz mumkin, tanishishingiz mumkin. Siz ishlab kelayotgan kompaniya mamlakatimizda necha yildan buyon faoliyat olib kelmoqda va iste'molchilarga qanday turdagi mahsulotlarni yetkazib bermoqda? Siberian Wellness kompaniyamiz 2010-yildan buyon O'zbekistonda qonuniy ishlab kelmoqda. Kompaniyamiz yil brendini oldi 2022-yil. Sizga boya aytib o'tdim. Vitamama liniyamiz hozirgi kunda xalqimiz tomonidan juda ham yaxshi qabul qilindi va yil brendi o'tkazilganda yil brendi sovrindori bo'ldi Siberian Wellness mahsuloti Vitamama. Biz mahsulotlarimiz boya aytib o'tgandek 5 xil sertifikatga ega, yana qaytarib o'tishim mumkin. ISO 22000, HACCP, yana qo'shimcha FIDA sertifikatlari bor. Bu Amerikan sertifikati boya aytib o'tdim. Bundan tashqari GMP, bular barcha sertifikatlar bilan birga edi O'zbekiston standart sertifikati ham oladi. Bizning mahsulotlarimiz barchasi qonunan va rasmiy do'konlarda olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar uchun tashakkur aytaman va yana bir savol bilan murojaat etmoqchiman. Kompaniyangizda yoshlar ham faoliyat olib borsa bo'ladimi? Va siz ushbu kompaniyada ish faoliyatingizni qanday boshlagansiz? Bundan 7 yil avval o'qish tamomlab Rossiyaga o'qish maqsadida bordim va u yerda farmatsevtik yo'nalish bo'yicha o'qishga kirdim. Oilamdan uzoqda bo'lmaganim sababli oilamni, yaqinlarimni sog'inib qoldim. Va men o'z oilamda tadbirkorlikning barcha jabhaladan vakillar bor, ya'ni oilam bu tadbirkor oilasi. Va yaqinim Siberian Wellness bilan tadbirkorlik qilish, ya'ni imkoniyatlar haqida menga batafsil tushuntirib berdi. Oilamdan uzoq bo'lish menga emas ekan, sababi uzoqda qarindoshlaringizdan uzoqda, oilangiz, ota-onangizdan uzoqda ishlash bu oson emas ekan, ham o'qish. Shu sababli o'zimni sinash maqsadida O'zbekistonga qaytdim. O'sha yillari prezident tomonidan yosh tadbirkorlarga, qonuniy biznesiga juda katta yo'llar ochildi. Men qonuniy tadbirkorlik qilish maqsadida Siberian Wellnessga juda katta qiziqish bilan kirib keldim. Men barcha talablarimga javob bergan holatda biznes imkoniyatlarini Siberian Wellness menga ochdi. Qisqa muddatda 50 dan oshiq o'zimga o'xshagan tadbirkorlar bilan 6500 mijoz yig'dik. Shu orqali men sizlarga aytib o'tamanki, qonuniy tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, Siberian Wellnessda to'laqonli imkoniyat bor. Misol uchun, o'z tajribamdan kelib chiqib aytaman. Qisqa muddatda men ko'p narsalarga erishdim. Bundan qonuniy tadbirkorman, o'z oilamni yaqindaman. Hech qayerga ketishga hojatim yo'q va o'z yurtimni ravnaqi uchun hissam qo'shib, barcha savollarimni to'lab, hozirgi kunda tadbirkorlikdan sof o'zimni daromadlarimni ko'rmoqdaman. Siberian Wellness kompaniyasida ishlash qulayliklari nimadan iborat? Hamda yoshlar uchun qanday muhim hamda ahamiyatli jihatlari bor? Bilasizmi, hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot juda ham rivojlangan. Misol, ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, Facebook, YouTube, biz ijtimoiy tarmoqlar orqali yaxshi rivojlandik. O'zimga o'xshagan 60 dan ortiq tadbirkorlar va 6500 dan oshiq mijoz xizmat ko'rsatishimizga ijtimoiy tarmoqlar yaxshi yordam berdi. O'zim onlayn yaxshiman va o'zimga o'xshagan tadbirkorlarga ham o'rgatdim. Misol uchun, bizni
gijjaga qarshi mahsulotimiz bor, gilmetga qarshi. Shu mahsulotimizni qabul qilgan insonni ta'sirini so'raymiz. Ijobiy ta'sirlar juda ham ko'p. Shularni tasvirga tushiramizda ijtimoiy tarmog'imizga joylaymiz va mahsulot haqida ma'lumotni joylaymiz. Shu orqali biz va bizning jamoamizda tadbirkorlar o'z faoliyatini yurg'izib kelmoqda. Bu biznesda o'z oilangizga yaqin, qarindoshlaringiz oldida, do'stlaringiz bilan birgalikda O'zbekistonda, o'z yurtingizda qonuniy tadbirkorlik qilish imkoniyati men shu bilan faxrlanaman va bundan juda xursandman. Aynan sizga Siberian Wellness kompaniyasida ishlash qanday yutuqlar berdi? O'zim va oilam biologik faol qo'shimcha Siberian Wellness mahsulotini to'yib iste'mol qilamiz. Va qachon kasal bo'lganimizni, yangi tug'ilgan farzandim, oilamda qachon kasal bo'lganimizni to'g'risi eslolmayman. Tavsiya qilamanki, Siberian Wellness mahsulotlari juda ham ekologik, toza va sifatli bo'lgani uchun o'zimga va yaqinlarimga tavsiya qildim va mijozlarimizga tavsiya qildik. Bular hammasi baxtiyor, o'z sog'lig'ini tiklagan holatda bizdan juda xursand. Yana bir kompaniya menga bergan narsa, yoshman. 18 yoshda boshlagan bola, hozir 25 yoshga kirdim. Orada o'qish to'xtatib, ishlashga to'g'ri kelib qoldi, oilaviy holatdan kelib chiqib o'qimoqchiman. Undan oldin men kompaniya mashina berdi, avtomobil. Avtoloyiha ishtirokchisi bo'lib, men mashina oldim. Undan tashqari o'z to'yimni xarajatlari bilsangiz kerak, O'zbekistonda to'y xarajati ozgina hisoblanmaydi. Biz o'ylagandan juda ko'p xarajat qilamiz. Shuni o'zim topa oldim. Keyingi maqsadim ozgina qimmatroq, lekin men bunga albatta erishaman. Toshkent, ya'ni yurtimizning poytaxtdan o'qishga kirib, oliy ma'lumotli bo'lib, yanada yurtimizga ko'proq xizmat qilib, bitta uy olish. Inshaalloh shu yurtimizning poytaxtdan uy joy olib, ham o'qishimni davom ettirib, oila a'zolarimga yordam berishda davom ettiraman. Muxlislarimiz, jumladan yoshlarimiz uchun qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Men Siberian Wellnessga kirib kelganimda bir juda katta pulim bo'lmagan. Chunki yosh bo'lganman-da, oilamda pul bo'lgan, lekin menda bo'lmagan. Men bez vложения kirib kelganman. Lekin Siberian Wellness menga barcha imkoniyatlarni yaratib berdi qonuniy tadbirkorligim qilishimga. O'zimga o'xshagan bolalarga tavsiya qilardimki, o'zimga o'xshagan yoshlar Siberian Wellness'ni qonuniy barcha imkoniyatlardan foydalanib, ham YTT ochib pensiyasiga ketadi, ham qonuniy daromad qiladi. Barcha mahsulotlar ekologik jihatdan toza va foydalanishsa bo'ladi. O'zimga o'xshagan tengdoshlarimga tavsiyam Siberian Wellness imkonidan foydalanishingiz mumkin va bu Siberian Wellness barchasini sizlarga yaratib bera oladi. Mana azizlar, bugungi mehmonimiz Siberian Wellness kompaniyasida o'z tadbirkorligini amalga oshirayotgan Qobiljon Ne'matullayev bo'ldi. Bergan batafsil ma'lumotlaringiz uchun tashakkur aytamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha salomat bo'ling.